Birlashgan Millatlar Tashkiloti minbaridan turib bitta fikrni aytdimki, bizlar O'zbekiston va Markaziy Osiyoda yashayotgan davlatlar mana shu Afg'oniston orqali yo'l kesib, kerak bo'lsa temir yo'l kesib, nafaqat avtomobil yo'lini Hind okeaniga chiqishimiz kerak. Bu bilasizmi, men bugungi fursatdan foydalanib ochiq aytmoqchiman. Agarki O'zbekiston mana bugungi muammolarni hammasini bir ko'z bilan qarayotgan bo'lsak, mana shu dengiz portiga chiqish, Hind okeaniga chiqish O'zbekiston uchun mana shu ko'p muammolardan eng dolzarb muammosi desak, hech qanaqa mubolag'a bo'lmaydi. Bir faraz qilinglar, bizlarda 4 tomon ochiq bo'ldi. Shimolga ham temir yo'l bilan chiqdik, g'arbga ham tushdik, u yoqqa ham bordik, bu yoqqa ham bordik. Janubga agar Afg'oniston orqali, Pokiston orqali bizlar bemalol Hind portlariga, dengiziga chiqsak, okeaniga chiqsa, agar xohlagan tomonga o'zimizni yukimizni tashib, kerak narsalarni olib kelib, u yerda Yaponiya yaqin bo'ladi, bu yerda Indoneziya yaqin bo'ladi, bu yerda musulmon degan o'zini degan davlat, mana Malayziya davlati va boshqa davlatlar hammasi yaqin bo'ladi, bu yerda Arabiston yaqin bo'ladi, hammasi yaqin bo'ladi. Agarki mana shunga erishsak, bir havas qilganda men aytamanki, mana ko'p havasim bor edi, aytaylik, ko'p oldimga qo'ygan maqsadlar bor edi. Xudoga ming shukrki, ko'p maqsadlarimizga hozir erishyapmiz. Lekin mana shu maqsadga erishsak, bilmadim yana qanday armonimiz qoladi. Agar shunga erishsak, nima deganda, bu nafaqat iqtisodiy bir muammo. Bu avvalambor siyosiy muammo. Kerak bo'lsa ma'naviy muammo. Nima deganda, shu yo'l bilan bizlar bir vaqtlar Bobur bobomiz, Saxriddin Bobur bobomizni aytaylik kesgan yo'llarni shu yo'l bilan o'tardik. Hirot nimasidan shaharidan o'tib bizlar bir vaqtlar shu Bobur kesgan yo'llarni kesib o'tardik va yana aytaylik qanday imkoniyatlar ochib turayotganini bir o'ylab shuni nazariga, hayoliga bir olib kelgan bir odam, o'ngiga olib kelgan odam bir darrov shuni tushunishi mumkin. Shuning uchun men aytdimki, mana shu bizning niyatimiz xolisona, bizga urush kerak emas Afg'onistonda. Shu poylab turibmiz. Shu qachon endi bu urush tamom bo'ladi-yu, bizlarga imkoniyat bo'ladi quruvchilarimizga shu yo'lni kesib, shu aytaylik Afg'onistondan o'tib, shu dengizga chiqish. Mana shu temir avtomobil yo'li. U yerda gaz ham o'tish mumkin, ki u yerda yoqilg'i neft ham o'tish mumkin. Agarki mana shu proyektni qo'llaydigan bankalar ko'p hozir. Xalqaro bankalar milliard pul berishga tayyor. Nima deganda yo'limizni qisqartiradi bu. Imkoniyatlarimizni ochadi. Pulini, sarmoyasini topish oson. Bitta narsa faqat kerak. Shu yerda tinchlik kerak. Shu hozir otishlarni to'xtatish kerak shu yerda. Tamom. Boshqa hech narsa kerak emas. Million afg'onlar bugun bir-birini o'ldirib, otish yo'li bilan o'zini rizqini topadigan odamlar ertaga yo'l qurilishga o'tadi. Va shu yo'l bilan o'zini taqdirini topadi.